Barchaga assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz Ibrohim ibn Ahmad degan kishi haqida bo'lib o'tadi va bugungi hikoyamizning nomlanishi Qorovul deb nomlanadi. Ibrohim ibn Ahmad o'ziga to'q oiladan bo'lgan. U otasi Xuroson o'lkasining Balx tumanida, ya'ni Balx viloyatida podshoh bo'lgan. Shu sababdan o'ziga to'q oiladan bo'lgan. Ibrohim ibn Ahmad kunlardan bir kuni ovga chiqadi va o'rmonda borganda bir jonzotni ko'radiki, qimirlayapti va uning ortidan quvib boradi. Ortidan quvib borar ekan, ya'ni ortidan ovlar ekan, orqasidan bir ovoz keladi. Aytadiki, "To'xta Ibrohim" degan ovoz keladi. Shunda Ibrohim orqaga qaraydi, hech kim yo'q va yana ov qilishda davom etadi. Yana ovoz keladi. Xuddi o'sha ovoz va yana 2 marotaba keladi va bu safar yaqinroqdan keladi, yaqinroq masofadan keladi. "To'xta Ibrohim" degan yana ovoz keladi. Shunda Ibrohim to'xtaydi va aytadiki, "Bu menga Alloh tomonidan kelgan bir vahiy demak. Shunday ekan, men bu ishni to'xtatishim kerak. Allohning rejasiga qarshi chiqmayman" deydi-yu shaharga qaytadi. Shaharga qaytganda otasi baribir Balxda podshoh bo'lganligi sabab qo'lida juda ham ko'plab insonlar ishlaydi va oddiy bir cho'ponning oldiga boradi. O'sha oddiy bir cho'pondan aytadiki, "Sen ustingdagi narsalaringni menga ber, ya'ni kiyimlaringni, ish paytida kiyadigan kiyimlaringni menga ber" deb so'raydi. Shunda cho'pon baribir xo'jayinning farzandi hech narsa demasdan barcha kiyimlarni unga beradi va Ibrohim esa o'zining shohona kiyimlarini cho'ponga beradi. Va shu bilan Balxdan, ya'ni Xurosondan chiqib ketadi. Ko'plab davlatlarda bo'ladi. Iroqda 2 hafta umr kechiradi va o'sha 2 haftada halol kasb egasi bo'lishni xohlaydi. Halol kasb qidiradi va u yerdan topa olmaydi. Lekin Iroqdagi mu'minlar, ilm ulamolari aytadiki, "Sen boshqa davlatga bor." Va u boshqa davlatga boradi, yo'l yuradi va yo'l yurgandan u bir o'lkaga yetib keladi. U o'lkada juda ko'p iymonli, taqvoli insonlar bo'ladi. O'sha yerda bir necha muddat ishlaydi va oxiri bir boy, iymonli, taqvoli insonning ishchisi bo'lib, bog'bon bo'lib ishga kiradi. Bog'bon bo'lib ishga kirganda u 2 oy va undan ortiqroq muddat ishlaydi. Kunlarning birida o'sha insonning do'stlari mehmondorchilikka bog'ga kiradi. Va aytadiki, xo'jayin aytadiki, mening do'stlarimga va menga dasturxonimizga shirin anorlardan uzib kel. Totli anorlardan uzib kel" deydi. Lekin Ibrohim uzib keladi va bu anorlar esa aksariyatan nordon chiqadi. Endi tasavvur qiling, sizga xo'jayin aytayaptiki, "Bor, menga shirin mevalarni uzib kel" deydi. Siz boryapsiz, u yerda bir necha muddat ishlagansiz. Boryapsiz, meva uzib kelyapsiz, lekin bu meva shirin emas, nordon bo'lib chiqyapti. Nima bo'ladi? Tabiiy holki xo'jayin bundan ozgina asabiylashadi va aytadi. Ya'ni Ibrohim ibn Ahmadga qarab aytadiki, "Sen mening qo'l ostimda 2 oy va undan ortiqroq muddat ishlayapsan. Nahotki mevalarning qaysi biri, ya'ni anorning qaysi biri shirin, qaysi biri esa nordon ekanligini bilmasang" deb ozgina jahl ko'rsatadi. Shunda Ibrohim ibn Ahmad aytadi, "Allohga qasamki,
men bu mevalaringizning birontasidan totib ko'rmaganman. Menga buyurilgan, mening zimmamga berilgan ish bu qorovullik qilish. Men esa shu zimmamni halol ado etyapman. Bironta mevangizdan totib ko'rmaganman deb javob beradi. Shunda xo'jayin hayron qoladi va yo astag'firulloh, shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Sen axir necha muddatdan beri ishlayapsan, deydi, hayron qoladi. Va keyin o'tirishadi, xo'jayin do'stlari bilan o'tiradi, mevani totib ko'radi, o'zi borib yaxshi meva uzib keladi. Va ertasi kuniga esa bu mishmishlar tarqalib ketadi, shaharga tarqalib ketadi. Shaharga gap chiqadiki, shunday bir iymonli, diyonatli bir qorovul bor ekanki, 2,5 yil davomida ishladi, lekin hatto bitta mevadan ham totib ham ko'rmadi degan gap so'z chiqadi. Va bundan keyin albatta yana bitta gap so'z chiqadi. Aytadilarki, bu ishga faqat Ibrohim ibn Ahmad loyiq degan gap so'z chiqadi. Lekin bularning barchasi aslida bu inson Ibrohim ibn Ahmadligini hech kim bilmaydi. Bular uchun, shahardagi insonlar uchun va xo'jayin uchun bu shunchaki oddiy bir cho'pon. Ertasi kuniga bog'ni barcha shahar odamlari bosib ketadi. Kimni? Ana shu diyonatli, insofli, mo'min bir bog'bonni ko'rish maqsadida. Shunday ekan, ularning ichidan Ibrohim ibn Ahmad sezdirmaganda chiqib ketadi, yana otasining shahriga, Xuroson, Balx podshohligi bo'lgan shaharga chiqib ketadi. Hikoya shu bilan o'z yakuniga yetadi. Biz bu hikoyada nima demoqchimiz? Bu hikoyada qanchalik inson kamtar bo'lar ekan, u shunchalar ezgulanadi, shunchalar qadr qimmati oshadi. Bu hikoyada Ibrohim ibn Ahmad Allohdan kelgan buyruqqa bo'ysundi. Allohdan kelgan vahiyga bo'yin egdi. Alloh buyurgan ishni qildi, manmanlikka berilmadi. Shu sababdan u oddiy bog'bonlik maqomidan taqvoli inson, hatto Ibrohim ibn Ahmad degan nom oldi. Lekin holbuki u o'zi Ibrohim ibn Ahmad, lekin u hech kimga bildirmadi. U shunchaki oddiy cho'pon yoki oddiy bog'bon bir ko'rinishda o shaharga kirib keldi va u shaharda faqat Ibrohim Ahmad bunga qodir degan nomga ham loyiq bo'ldi. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Bu bilan biz aytmoqchimizki, Allohning rejasiga bo'yin egaylik. Allohning bizga berilgan vahiysiga bo'yin egaylik. Allohning har bir bizga bergan ne'matiga qoyil qolaylik. Shukr aytaylik va ozgina kamtar bo'laylik. Zero har bir cho'qqiga yetishimizga kamtarlik juda ham asqotadi. Shunday ekan, barcha hikoyalar oxirida aytib kelyapmiz, bugun ham aytib o'tamiz. Allohning bizga bergan har bir tongi va bizga berilgan har bir nafas bu Allohning bizga bergan mukofoti va Allohning sovg'asidir. Shunday ekan, Allohning sovg'asiga, Allohning rejasiga esa qoyil qolmasdan iloj yo'q. Salomat bo'ling.